Assalomu alaykum savoldoshlar. Biz hamda Foreign for 2010 foydalanib film ishlash jarayonini so'zlaymiz. Hamda Foreign fordan foydalanib film ishlash jarayonida biz asosan buni qanday ishlaymiz desamlar, betni olinish unumi yoki shakllarninki unumlari, masalan betni olinish unumi Chexaning bir tuqo, ma shakllarninki unumlarini ma Donxodan bir tuqo. Almış ürünlerinki hammasini mouse'ni chekkandan keyin degandek bunday qimmatni ishlatmaymiz. Agar bunday qimmat ishlatib qolsangiz, sizningki ishlagan filmingizda ash narsaning o'zi ko'rinmaydi yoki ishlamaydi. Tushundingizmi? Chiqmaydi demakchi. Shunga biz har bir narsani hammasini tartibga etmoqmiz. Masalan, Manımızı bir torba yasash dersi shunaqa. Bunimizni bir torba yasash dersi. Hamda biz har bir betga ayrim almış unum berib baqaylik. Bularning hammasi almış unum bor. Qo'yib baqaylik, ha? Almış unum bormi-ki? Ani biz buni boshqacha qilib beramiz. Başka almış ürünlerini bezek dolu. Yoki manadaki yoki bo'lmasa mana chiqsin. Nima qilib qolganlarini yana maqlad bo'lsin, uning keyinchilari ma'lum tushib chiqib berib, maya kelgan vaqt bumi mana chiqsin. Mana o'zima ma'lumotli bo'lsin. Şunlar hammasini unum bor hozir. Endi biz bu betlarga almış unum beraylik yoki bermaylik. Bu alayli emas. Bu bizningki film ishimizga daxl qilmaydi. Lekin bizningki mush niyatgan Foreign for dojitni film qilib chiqarishimizga daxl qilgan bir narsa nima degan vaqtda mouse'ni chekkan vaqtda degan maqomat. Mushu mouse'ni chekkan vaqtda degan qimmatni har bir betni tanlab berib, shu betni elitimiz. Har bir betda hamda biz ikki mashg'ul qilamiz. Qanday mashg'ul degan vaqtda, ma Chexaning ichida, masalan, birinchi betni muqol shunaqa, mouse'ni chekkan vaqtda degan oldi betni elitdik. Onun keyin buningga avtomatik bu 1 2 3 4 5. Bunun ikinci bet, bu üçüncü bet